Yo, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlarmi? Hozirgi vaqtdan xayrlik bo'lsin. Bugun sizlarga men u e'tirodga ba'zan iqtidorlarni ko'rsatib qo'ydim. Bo'libmi shu e'tirodniki bir qurilmasi bor o'zlari qilib qo'ygan. Bu qanday qurilma degan chog'da bu sun'iy idrok qurilmasi. Qanday ishlaydi degan chog'da bu mana shu OutSmart Nasdaq degan. Bu OutSmart Nasdaq degani o'sha Nasdaqningki nimasini kirimini uftadiganga chiqargan mushtaq qurilma. Bu buning maqsadi buning qurilishining maqsadi o'sha Nasdaqningki hozir Nasdaq yiliga 30% 40% dan ilgarilayotdi kirim qilib, lekin xatri shundan cho'ng, chunki hammasi yangi texnikalik shirkatlar. Bu qurilma shu Nasdaqningki qurilmasini yangimiz deb chiqargan. Bu endi men abay dedim, sun'iy idroklik qurilma deb. Bu qanday ishlaydi degan chog'da shu e'tironing ichidagi necha 5-10 yilning ichida eng yaxshi kirim qilayotgan shu mablag' sohiblarniki necha 10 millionlik mablag' sohiblarning ichidan 100 ni yoki 1000 ni shundaq yaxshi shu mablag' sohiblarni tepib chiqib, andan keyin ashlarniki ishlatgan metodlari, ashlarni ishlatgan shu olgan paylari, elib setish vaqtlari degandek hamma narsani hisoblab, shu sun'iy idrok texnikasini hisoblab chiqib, andan keyin buningda o'ziniki qurilmasi qilib chiqadi. Shu masalan hozir nurg'un analizchilar bor. Shu Goldman Sachs, Morningstar hammalarda. Hamma analizlarniki ba'zan banklar shu hamma analizlarniki 10-20 analizlarniki har bir paychak bergan bahosini akab cho'ng bir analiz qilib chiqadi. Shunga o'xshash ma'mu shundaq bir shaklda chiqqan bu kompyuterlik hisoblash. Hozir bilamiz sun'iy idrokniki hisoblash nimasi texi faraz qilishi yetarli emas. Hozircha 5% 10% gacha kelgusida balkim 90-95% ga yetmoqchi 10-20 yilning ichida. Bo'libmi 5G degandek texnikalar chiqqan, texnik umumlashgan vaqtida. Hozir endi buniki bu qurilmaniki ahvolini bir ko'rib boqaylik. Men bu texnik ko'rib boqmadim. Status 2020 yili total 70% kirim qildi. 2021 yili 12%. Shu 2000 hozir endi 2021 yilning 5-oy keldi. 5-oyda ve 5-6% tushibdi. 2019 mi 44%lik kirim qildi. 2018 o'yinchilar yaxshi bo'lmabdi. O chaqda Nasdaqning qanday bo'ldi bilmadim. 2015 qurilibdi. 6%, 16, 14%, o yerda 38%. Ba'zan yillari hali yaxshi bo'libdi, ba'zan yillari o'yinchilar yaxshi bo'lolmabdi. Bulardan nimalar bor? Bularniki average risk 7 ga. Bu e'tiro'niki xatar nisbati eng yuqori bo'lsa 7 bo'ldi. Hozir bularniki eng yuqori bo'libmi? Shu eng oxirida eng oxirgi oylari mana 7. Nodim 7, 6, 6, 6, 5, 5 2020 yillari 5 ga to'q. Chunki 2020 yillari ham paychaklarning ba'zilari 20. Ularniki nimalar borki, Nako, Tesla borki, Tesla 6%, 35%, Almani 35% olibdi, xilijiq bo'lsa, Berkshire o'xshab qolibdi. Berkshire'niki 40% Almaniki bor. Dropbox yaxshi, mendan bor, sizlarga tanishtirgan. Facebook, Microsoft, Tesla, boshqasiga. Mao Dropboxga, Mao 29% boshqasiga. Okay, American Airline, Mao American Airline. İşte kirib qarab baqaylik. Hali maliki hozir asset under management 5 millionni jiqadan follow qilibdi qaranglar. 4581 odam buni kopiya qilibdi. Nimalarni ko'rildi? Bular qurilmasining shakliga. Portfolio. İkinci çoğun American Airline olibdi. Men American Airline bakmi yaxshi ko'rmayman. Tesla hozir o'yinchilar yaxshi emas. Nakedni men anglagan, lekin bakmiga tushunmayotganman. Malani tushunmayotganman. Ular shu CRBT
ADMP. Siz jiqlari anglab baxmagan Nano Dimension. Nano Dimension men bu olgandim deb bu paychakni ichiga kirib qarab boqaylik. %80% men tanımaydigan paychaklar ekan. Interesting. Bir yaxshi nima qilib boqgan ishga buni. Lekin jiqlari qizil turdi bu yerda. Anadaki buningda yana bu qurilmaniki yana bir ahvol qandaqki desanglar, har bir 3 oyda mushu ichidagi qurilmani yo'tkab turdi ekan. Hem qanday yo'tkaydi men uqmadim. Chunki men masalan depasam S&P 500 her yili mushu eng nachar S&P 500'dan ichidagi 500 şirket, amaliyat eng yaxshi 500 şirket. Lekin shu yillari yabons kelgusida ancha yaxshi bo'lmaydiganlarini hisoblab chiqib ular bir nechasini chiqarib etib, anki bir nechasini kirgizdi. Masalan Tesla'ni bultur 12 ayda S&P 500'ü kirgizdi. Ba'zan şirketlarni chiqarib, ular shu shallab turib o'ziniki eng yaxshi ahvolga ekaguzgan holatga ekizib, u qurilmani ashtaqullu 500 şirketlik qurilma. Mala endi men o'qimdim bir nechasini chiqarib etib, bir nechasini akramdi. Ya hammani biroqlam yo'q etib, hammani biroqlam akramdi, uni o'qimdim. Kelgusi yana shu taraflarga diqqat qilib baqsak bo'ldi. Qolgan chartlarni qarab qo'yaylik. Buningda masalan bultur birinchi oy. Bultur birinchi oymi? Şu 2021 aydan boshlab 10 ming dollar qilib 2021 yili 2 oyda 25-6 mingga chiqibdi ekan chaygacha. Ana yana tushibdi. Hozir 5 oyda 18 mingga chiqib qolibdi. Demak, bultur 1-oydan hozirgacha 1,5 yilning ichida 80% kirim qilib qopti. Miyada asli 160% kirim qilib bo'lgan eng yuqori vaqtga uni keyin tushibdi. Shunday yillar bor. Ma'lumotlar copy boshqalar kerak. Sorry. Buni qanday copy qilishni men ko'rsatib qo'yay. Bir invest mishadan qilamdi. Continue. Men mana bu taraf pul qochilmagan. Pul qochilgan vaqtimda ko'rsalayotganman-da. Qilib copy qilganimizda yerlar bor mishada. Biz onlayn qarab baqsanlar bo'ldi, TSMS. Aprelda chiqibdi, mayda chiqibdi. Shu men bugun o'shancha tanishtiray. Agar sizlar qiziqsanlar, shunga o'zinglar copy qilib qo'ysanglar bo'ldi. Ham bütün qurilmalarniki, masalan, bütün mablag'larni hammasini copy qilib atmasanglar bo'ldi. Undan qila olasizlar. Buni bilinglar. Masalan, 50% mablag'imni mushtan copy qilma. Keyin qolganini boshqasi copy qilma deb bundaq. O'zinglar ham bir qarab baqsanglar bo'ldi. Mighty qimmatlik bir bilim. Mushu Nasdaq Smart Beta by Sentiment degan mush qurilma AI'liq. Anki ham birisini bilib olinglar. Buningda eng az 5000 dollardan kiradi etkensizlar. Shu yeri bakamdi. Shu Nasdaqni tutib hisoblab baqdim. Hamsa bugun mishaga olsun. Yana men tadqiq qilib turman. Yaxshi xabarlar bo'lsa, yaxshi fikrlar bo'lsa, men sizlar bilan aloqalashib turman. Ma'qul hamsa kelar sonni ko'rishaylik. Allohga emanet.